Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Irlandiyalik UFC sobiq chempioni Conor Makgregor so'nggi jangi natijasidan norozi. 12-iyul tongida bo'lib o'tgan UFC 329 turnirining markaziy bahsida jarohat tufayli Max Hollowayga qarshi jangni davom ettira olmay mag'lub bo'lgandi. Bir nechta izoh: ertaga men tibbiy ko'rik natijalarimni olaman. Jang o'tkazilmagan deb tan olinishi kerak va jangga tikilgan barcha pullar egalariga qaytarilishi lozim deb yozgan Conor o'zining X Twitter'dagi sahifasida. Bu paytda bo'lsa ikkita vazn toifasida UFC chempionlik kamarini qo'lga kiritgan Islom Makhachev ayni shu mazmunda berilgan savolga javob berdi. Hayotim deyarli o'zgargani yo'q. Hatto nimasi o'zgarganini ham aytish qiyin. Balki media jihatdan ko'proq tanila boshlagandirman, ammo umuman olganda hayot avvalgidek davom etmoqda, dedi Islom Makhachev. Rasman Conor Makgregor UFC'dagi navbatdagi raqibini e'lon qildi. Max Hollowayga qarshi jangda tizzasidan jarohat olgan Conor Makgregor oktagonga qaytishga va UFC bilan amaldagi shartnomasi bo'yicha so'nggi raqsini amalga oshirishni aytdi. Irlandiyalik aralash ikki kurash ustasi aynan Max Holloway bilan trilogiyani yakunlab qo'yishga amerikalik raqibidan revansh olishga qat'iy qaror qilgani ta'kidlanmoqda. Bu haqida Conor ijtimoiy tarmoqda muxlislar bilan suhbatda ma'lum qildi. Shartnoma bo'yicha so'nggi jangning Michael Chandler yoki Justin Poirierga qarshi o'tkazishni xohlarmiding yoki boshqa variantlaring bormi deb so'radi muxlis Makgregordan. Bu Holloway bo'lishi kerak. Shubhasiz men shoshildim, ammo bu sabrsizlik va darhol oldinga intilish jangdan tashqaridagi 5 yilning oqibatidir. Men buni o'zim uchun belgilab oldim va albatta xatoyimni tuzataman. Keyingi safar hammasini to'g'ri amalga oshiraman. Mening kayfiyatim shunday, deb javob berdi sobiq ikkita vazn toifasida UFC chempioni. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Agarda trilogiya jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, Conor Makgregor g'alaba qozona oladimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa Nursulton Ro'ziboyev mag'lub etgan jangchiga UFC chiqish eshiklarini ko'rsatdi. Tashkilot uni rasmiy rosterdan chiqardi va bu bilan 30 yoshli aralash yakka kurash ustasining promoshndagi faoliyati yakunlandi. Gap amerikalik Cedric Dyuma haqida ketmoqda. Ma'lum qilinishicha, Dyumaning UFC bilan shartnomasi yakunlangan va tashkilot u bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qilgan. Cedric boshqa promoshonlardan erkin faoliyat yuritish huquqiga ega bo'ldi. Cedric Dyuma UFC'da jami 9 ta jang o'tkazib, 3 ta g'alaba va 5 ta mag'lubiyat va bitta natijasi bekor qilingan bahs qayd etgan. U so'nggi 3 ta jangning barchasida mag'lub bo'lgan va oxirgi marta joriy yil aprel oyida Jackson Makveyga qarshi oktagonga chiqqan edi. U 2024-yilda hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga ham imkoniyatni boy berib qo'ygandi. Qadrli do'stlar, albatta uni kelgusi faoliyatida davomat tilab qolamiz. Bu paytda bo'lsa yana bir o'zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov bo'lajak jangi oldidan muxlislarga murojaat qildi. Do'stlar, hammaga salom. Jangim bo'yicha sizlar uchun ikkita yangilik bor. 1-avgust kuni Serbiyaga uchmaymiz, ammo 25-iyul kuni Abu Dabida bo'lamiz. Men oqshomning asosiy jangida ishtirok etaman. Menga sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz juda muhim. Tez orada ko'rishamiz, dedi Bogdan Guskov. Ma'lumot uchun hamyurtimiz UFC'dagi Abu Dhabi turnirining markaziy jangida rossiyalik sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga chiqadi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Bogdan Guskovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Bogdan Guskov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizning kanalda. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.